Xo'p akalar, assalomu alaykum. Navbatdagi qabul qilingan mashinamiz Equinox mashinasi. Bunga 3 ta programma xizmatini qilib berdik. Ya'ni birinchisi o'zini ishlatgan pultini avtozapusga olib kelganmiz. Mashinamiz zavodda bo'lib ko'rishingiz mumkin. O'chiramiz, keyingi programma xizmatlarini ko'rsatib o'tamiz. Bilsanglar, bilan balon davlendan hari 2 tut bo'ladi. Biz buni 1.7 ga tushsa yonadigan qilib taxlab berganmiz. Datchiklar o'chgan. Eng asosiy qilgan xizmatimiz, ya'ni rul gradusini qo'shib berganmiz. O'zini zavodskiy holatiga rul mana shu holatgacha buriladi. Biz programma yo'li orqali rul graduslarni qo'shib berganmiz. Ya'ni qisqa burilishlar ancha asqotadi. Akalar,